Assalamu alaikum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi to'r televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Bu sayfimizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Muhabbatning 10 sharti navbat Kanadaning Montreal shahrida o'tkazilayotgan kishilik huquq film festivali qo'yildi. Mazkur hujjatli film Uyg'ur milliy harakati yetakchisi Rabiya Qadir xonimning kechmishlari asosida ishlangan. Bu yil 12 mart Montreal shahrida o'tkazilgan festivalning ochilish marosimida festival bayonotchisi Charles Binama muhabbatning 10 shartiga intayin yuqori baho bergan. Rabiya Qadir xonim 5-navbatlik Montreal kishilik huquq film festivaliga festivalning sharaf mehmoni sifatida taklif qilingan. Va 12 mart kechda o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida Uyg'urlarga munosabatli savollarga javob bergan. Kanadaning Montreal shahrida o'tkazilayotgan kishilik huquq kino film festivali 21 martgacha davom qildi ekan. 17 mart Rabiya Qadir xonim Xitoy turmusidan qo'yib berilib, Amerikaga kelganligining 5 yilligi munosabati bilan radiomizning ziyoratini qabul qilib, o'zining o'tgan 5 yillik siyosiy faoliyatlari va qo'lga keltirgan natijalar haqida to'xtaldi. Başlap bugünkü bo'lgan 5 yil Uyg'ur xalqining tarixida nihoyatda cho'ng eshiklarni ochgan, ko'riklarni sog'gan, xalqqa umid akagan 5 yil deb qarayman. Men bu 5 yil ichida muxbir atandim. Men bu 5 yil uchun nihoyatda faxrlanaman. Yaratgan Allah bu 5 yilda shundaq nusrat berdi. Biz o'zimizning amgikimizni g'arb dunyosidagi erkinlik uchun ishga ijval degichi siyosatchilarning bizga ichib bergan ishlari bilan birlashtiradigan 5 yilimiz deb qarayman. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim seshanba kuni Amerika diplomat oila tavobatlari jamiyati tarafidan o'tkazilgan yig'inga qatnashdi. Bu qitimqi yig'in Amerikada yilda bir qitim xotirlanadigan ayollar iyi munosabati bilan o'tkazilgan. Yig'inda Rabiya Qadir xonim Uyg'ur ayollarining Uyg'ur jamiyatida tarixda va bugun o'ynayotgan rollari haqida so'z qildi. U so'zda 2008 yil Xotanda yuz bergan ayollar namoyishi, 5 iyul vaqasidagi xonim-qizlarning aktiv faoliyatlari, jurnalist Mahbuba Ablashning Xitoy hukumatiga qarshi fikr bayon qilganligi uchun bugun turmada yetayotganligi qatorliq voqealar ustida alayda to'xtalib o'tdi. Uyg'ur qizlarini Xitoy o'lkalariga ishlashga o'tkash yana davomlashmoqda. Uyg'ur elidagi bir pidoi muxbir o'tgan oyda Qashqardan Guangdongga kelib mengilgan Uyg'ur qizlar bilan poyezd uchrashib qolgan. O safar ustida ishlamchilikka mangan qizlarni va ularni yetaklab mangan kent kadrlarini ziyorat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Qashqar viloyatida nopusning ko'payishi, terg'u yer ko'lamining chekliligi, uning ustiga dehqonchilikdan boshqa ish imkonlarining Uyg'urlarga oshmasligi Uyg'ur qizlarini Xitoy o'lkalariga ishlashga majbur qilgan. Kent boshlig'i zavodlarning Uyg'urlardan o'g'il ishchi qabul qilishni xohlamaydiganligi, chunki ularning ish chiqarib qo'yish ehtimolligi borligini oshkorlagan. Tayvan Markaziy agentligining xabar qilishicha, Xinhua agentligi yaqinda Xitoyning faqat Shoyardagi bir neftlikidinla 8 yil ichida 14 million 715 ming tonna neft elib ketib, buningdan 22 milliard 634 ming yuan qimmat yaratganligini oshkorlagan. Xabarda ko'rsatishicha, Xitoy 1998 yildan boshlab Taxlimakandan neft elishga boshlagan edi. Xitoy hozir ko'lami 560 ming kvadrat kilometr, tabiiy gaz zapsi 16 milliard tonnalik bu neftlikni o'zining eng cho'ng energiya ta'minot bazasi qilishni plan qilmoqda. Xitoyning Uyg'ur elida mashg'ulot elib berayotgan bir neft shirkati Uyg'ur elining qutbiy noyis tabasida cho'ng tipdagi bir tabiiy gaz ombiri qurmoqchi. Xinhua agentligida ko'rsatishicha, bu tabiiy gaz ombirini Xitoy davlat ig'dorchiligidagi Jungo neft shirkatining Uyg'ur eli tarmoqi qurib chiqadi ekan. Xabarda ko'rsatishicha, Qarmay shahridagi bir hukumat amaldori dushanba kuni mazkur gaz ombirining Uyg'ur elining qish faslidagi gaz yetishmasligi ahvoliga taqabul turish uchun qurilganligini bildirgan. Uyg'ur eli intayin mo'l tabiiy gaz zapsiga ega. Xitoy axborotlari tarqatgan xabarlarga qaraganda, Xitoyning sharq qirg'og'idagi Shanxay qatorliq shaharlar iste'mol qiladigan tabiiy gazning 70%ni G'arbning gazini sharqqa o'tkazish turbi liniyasining birinchi liniyasi ta'minlaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu turbi liniyasi orqali bu yil fevralgacha 60 milliard kub metr tabiiy gaz to'shib ketilgan. Dal mushu paytda bu yil qish mezgilida Urumchida gaz yetishmasligi ahvoli ko'ringan.
Türkiye Adalet ve Teraqqiyat Partisi parlament a'zosi Avni Doğan Efendi Türk hökumetining Uyg'urlarga davomli boshpana bo'lganligini ilgari surdi. U oldi bilan Uyg'ur millatining dunyo tarixiga muhim to'kpilarni qo'shgan millat ekanligi, shunga dunyo ellarining Uyg'urlarni qo'llab-quvvatlashi kerakligini bildirdi. U yana ezilgan xalqlarga boshpana bo'lish Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'anning eng muhim alayliklaridan biri deb ko'rsatdi. Va biz Uyg'urlar bilan bir millat, tilimiz o'xshash dinga e'tiqod qilamiz. Uyg'urlarga boshpana bo'lmaslik tarixiy nodonlik bo'ldi dedi. Amerika Davlat Majlisi a'zolari seshanba kuni Xitoyga qattiq iqtisodiy siyosat qo'llanishga aloqador bir qonun loyihasi tunishtirdi. Bu navbat Xitoyning pul siyosatiga qarshi tunishtirilgan qonun loyihasini Amerika Demokratlar partiyasidan bo'lgan palata a'zosi Charles Schumer va Jamhuriyatchilar partiyasidan bo'lgan Lindsey Graham qatorliqlar birlikda tunishtirgan. Schumer apandi axborot e'lon qilish yig'inida Beijing doiralari bilan Xitoyning pul siyosati haqida ilib berilgan natijasiz suhbatlardan to'yib ketganligini ilgari surdi. U mundaq dedi: "Bizning Xitoyga bo'lgan ehtiyojimizga qaraganda Xitoy Amerika bozoriga bakrak muhtoj. Hozir Xitoyga qarata haqiqiy harakat qo'llanadigan payt keldi." Xitoy doiralari Amerika Davlat Majlisi tunishtirgan mazkur qonun loyihasiga e'tiroz bildirdi. Angliya hökuməti dünya kişilik hüquq vəziyyətinin əhvalı haqqında doklad elan qılıb, 2009 yılı Xitayning kişilik hüquq xatirisi əndişə yaratadigan dövlətlərinin biri deb ko'rsatdi. Angliya elan qilgan 192 bətlik dokladning Xitoyga oid qismida Uyg'ur va Tibetlarning kişilik hüquq vəziyyəti tilga ilingan. 5-iyul vaqasida tutqun qilinganlarning taqdiri va o'lim jazolarining alayda andish qiladigan masala bo'lib qolganligini ta'kidlagan. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni eslatib o'tdik. Kelar juma kun ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.